Assalomu alaykum, hurmatli brifing qatnashchilari. Men Safarboyev Yahyo, Yangiobod tuman adliya bo'limi yuridik xizmatlar markazi bosh konsultantiman. Bugungi mavzuimiz 2026-yil 22-iyundagi O'RQ 1155-sonli qonun bilan ayrim qonunchilik hujjatlarga o'zgartirish kiritilgan. Bunga asosan Jinoyat kodeksiga kiritilgan qo'shimchalar, ya'ni korrupsiyaga oid jinoyatlar quyidagi belgilangan. Bunda Jinoyat kodeksi 167-moddasi 3-qismi D bandida, 168-modda 4-qismi G bandida hamda kodeksi 206-moddasi 2-qismi V bandi, 208-modda 2-qismida, 209-modda 2-qismi V bandida hamda 210, 211, 212, 213, 214, 214 prim 2-moddalarida nazarda tutilgan jinoyatlar. Bunda Jinoyat kodeksi 243-moddasi nazarda tutilgan jinoyatlar agar mazkur jinoyat korrupsiyaga oid jinoyatlar sodir etish natijasida olingan daromadlarni legallashtirish bilan bog'liq holda sodir etilgan bo'lsa, shuningdek jazodan muddatdan ilgari shartli ravishda ozod qilish, o'zlashtirish yoki rastrada qilish yo'li bilan talon-toroj qilinganlik, firibgarlik uchun hukm qilingan va sodir etilgan jinoyatlar tufayli yetkazilgan zararning o'rnini to'liq qoplamagan shaxsga qo'llanilmasligi belgilandi. Ma'muriy javobgarlik to'g'risida kodeksga kiritilgan qo'shimchalarga ko'ra, davlat qaydi predmetida boshlang'ich narxi va uning o'rtacha bozor narxi o'rtasida yo'l qo'yiladigan tafovutning eng ko'p miqdoriga nisbatan belgilangan talabni buzish, bundan talon-toroj qilish hollari mustasno. Ya'ni mas'ul shaxsning BXMning 30 baravarigacha miqdorda jarima solish bilan belgilanadi. Hamda korrupsiyaga qarshi kurash to'g'risida qonunga kiritilgan qo'shimchaga ko'ra, Qoraqalpog'iston Respublikasi viloyatlari va Toshkent shahrida korrupsiyaga qarshi kurash bo'yicha hududiy kengashlar tashkil etiladi. Hamda bu o'zgartirish kiritiladigan qo'shimchaga ko'ra, korrupsiyaga oid jinoyatlarni sodir etishda aybdor deb topilgan shaxslar, korrupsiyaga oid jinoyatlarni sodir etishda aybdor topilgan shaxslar elektron reyestrga kiritiladi. Bu reyestr Korrupsiyaga qarshi kurash agentligi hamda Ichki ishlar vazirligi bilan hamkorlikda yuritiladi. Ya'ni bunda reyestrga korrupsiyaga qarshi jinoyatlar sodir etishda aybdor topilgan shaxslarga nisbatan ayblov hukmi qonuniy kuchga kirgan paytdan e'tiboran 3 kun ichida reyestrga shaxs haqida ma'lumotlar kiritiladi. Elektron reyestrda korrupsiyaga oid jinoyatlarni sodir etishda aybdor deb topilgan shaxslar to'g'risida ma'lumotlar Jinoyat kodeksida belgilangan sudlanganlik muddati davomida saqlanadi. Hamda elektron reyestrga kiritilgan shaxsga nisbatan quyidagi cheklovlar belgilanadi: davlat xizmatiga kirish va davlat mukofotlaridan taqdirlanish, saylanish va alohida tartibda tayinlanadigan lavozimga nomzodning ko'rsatilishi, davlat organlari huzuridagi jamoatchilik kengashlar hamda idoralararo kollegial organlarning a'zosi bo'lish, hamda o'zi ta'sis etgan va ustav fonda ulushning 50% dan ko'proq qismiga o'zi egalik qiladigan tadbirkorlarning davlat hay'atlarida va davlat xususiy sheriklik to'g'risida bitimlarida ishtirokchi sifatida qatnashish hamda davlat ulushi 50% dan yuqori bo'lgan tashkilotlarda va davlat muassasalarida rahbarlik lavozimida faoliyat yuritish va shunga o'xshash boshqa cheklovlar kiritilishi mumkin.